Tak do'stlar, assalomu alaykum. Ko'pchilik mendan so'rayapti, opajon, kesrivadan keyin shunaqa sochingiz to'kilyaptimi? Kesrivada albatta men kesriva orqali tug'ganman, lekin menga doktorlar, demak bizani vrachlarimiz shunaqa narsa deyishdi. Hamma ayollar tug'gandan keyin shu 3 oydan keyin, 4 oydan keyin mana shunaqa narsalarga duch kelishadi. Sochlari rosa to'kiladi, sabr qilishingiz kerak. Deb meni uspokoyit qilishdi. Shu uchun hozir mana shunaqa dorilar ichyapman, vitaminlar ichyapman, har xil preparatlar olyapman va albatta ukollar qilyapman. Mana shu yerga, terlarimga va har kuni sochimni yuvaman. Spesialniy shampunni sotib olganman, o'sha shampun orqali. Kстати, qizlar, soch to'kilmasligi uchun ris iste'mol qilish kerak emas. Shirinlik iste'mol qilish kerak emas. Unli ovqat va jирный ovqat mumkin emas. Yana nima edi? Men nima yemayman? Ris dedim, yana nima edi? Kartoshka. Kartoshka yeyish mumkin emas. Mana shu narsalarni yesanglar, undan ham ko'p soch to'kiladi. Ko'proq grechka va belok, ko'proq belok iste'mol qilinglar va juda ham ko'p suv ichinglar va har xil mana shu vitaminlarni ichib, o'zingizga qarab, o'zingizlarni asrab yuringlar. Sog'lig'imiz bizga kerak birinchi o'rinda.